Tradingda ushbu strategiyadan foydalanib bozorga kiradigan bo'lsangiz, stop loss nimaligini umuman unutasiz. Bu strategiyamiz Fibonacci legendarniy 16-18 zonani aniqlash. Birinchi bo'lib trend liniya tortib olamiz va trend liniya buzilgan joydan Fibonacci'da maksimum nuqtasidan minimum nuqtasiga tortamiz, ya'ni buzilgan zonadan minimumga qarab tortamiz. Bu uptrenddagi, ya'ni down trend, pastga tushuvchi trend yuqoriga o'zgarib turganda hosil bo'ladigan nuqta. Va bizga 0.50, 0.68 zonalaridan biz buy ishlashimiz mumkin. Ya'ni shu to'ralar zonadan, shu to'ralar zonaga kelganda buy qo'shib borishimiz kerak. Ya'ni birinchi chizig'imizga bitta, ikkinchi chizig'imizga bitta, uchinchi chizig'imizga bitta. Va xuddi shunday amalga oshirib ketaveradi. Bu razgon emas, stabil. Shuning uchun qisqa muddatda, ya'ni yarim soat, 1 soat ichida yetib bormaydi. 4-5 soat ichida biz aytgan zonagacha yetib boradi. Agar siz ham stabil daromadga erishmoqchi bo'lsangiz, ushbu strategiyani to'liq videosini Telegramga joylab qo'ydik. Telegram havolasini profil shapkasidan olishingiz mumkin.